Annyeonghaseyo 여러분. Atka o'quv markazi Koreys tili A1 kitobida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Demak, bugun sizlar bilan A1 kitobimizda birinchi dars ekan, grammatikamiz I'da bo'lmoq grammatikasi ko'rib chiqsak, xo'p, bu grammatikamiz otga qo'shilib, asosan ma'lumot berish va tanishtirish uchun ishlatiladi. Buni ikki xil shakli bor ekan, rasmiy va norasmiy shakli ishlatiladi. Xo'sh, rasmiy hurmat shakli bu shakl rasmiy holatlarda yoki yoshi juda katta, mansabi yuqori odamlarga nisbatan ishlatiladi. Yoki Koreyada birinchi marta uchratib turgan insoningiz bo'lsa, u sizga notanish va begona bo'lgani uchun ham siz unga mana shu rasmiy hurmat shaklida muomala qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Koreyada mana shunaqa muomala qilishadi. Xo'sh, grammatikamizga qaytsak, so'roq gap yasashda imnika ishlatilar ekan, darak gap yasash uchun esa imnida ishlatilar ekan. Bularni misollarda ko'rib chiqsak, misol uchun haksang nima degani? Haksang bu o'quvchi yoki talaba. Haksang imnika deb so'raganimizda tarjimasi o'quvchimisiz yoki talabamisiz deb tarjima qilinar ekan. Ne, haksang imnida deb javob bersak, e'tibor beringlar, javobda imnida, savolda imnika qo'shilmoqda. Demak, javobimiz ha, o'quvchi yoki talaba, man deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Keyingisi chingu do'st degani imnika savol berguncha ishlatilyapti. Demak, chingu imnika do'stmisiz? Ne, chingu imnida. Ha, do'stman. Demak, ko'rib turganlaringizdek so'roq shakl va darak gapda qanaqa ishlatilishini ko'rib oldik. Endi sal uzunroq gap tutsak, misol uchun irimi muoshimnika. Ismingiz nima? Javobda ismingizni aytasiz va oxirida imnidani qo'shib qo'yasiz. Misol uchun Ali imnida, Ali man yoki Feruji imnida, Feruz man, farqi yo'q. Endi bu i'da bo'lmoq grammatikamizda sizlar bilan savol shakli va o'sha savolga darak shaklda javob berishini ko'rdik. Endi mana bu yoqda shuni inkor shakli. Ya'ni bu yoqda nima bo'ldi? O'quvchimisiz? Ha, o'quvchiman. Do'stmisiz? Ha, do'stman deb javob berilgan bo'lsa, endi biz sizlar bilan o'quvchimisiz deb so'rasa, yo'q, o'quvchi emasman yoki do'stmisiz desa, yo'q, do'st emasman degan shaklini ko'rib chiqamiz. Misol uchun degan mana inkor gap yasashda so'z unli bilan tugagan bo'lsa, oxiriga ga, keyin animnida qo'shar ekanmiz, Undosh bilan tugagan bo'lsa, birinchi i, keyin animnida qo'shilar ekan. Misol uchun, hakseng imnika o'quvchimisiz? Aniyo haksengi animnida. Yo'q, o'quvchi emasman. Chingu imnika do'stmisiz? Aniyo chinguga animnida. Yo'q, do'st emasman. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, qaranglar. Haksangda oxiri undosh bo'lgani uchun i qo'shildi. Chinguda oxiri u, ya'ni unli harf bo'lgani uchun ga qo'shildi. Keyin animnida qo'shilgan. Shularni adashtirmaysizlar. Xo'sh, keyin sizlar mana mashqlar bor, mashqlarni bajarasizlar. Mashqlardan keyin innin qo'shimchalari tushuntirilgan. Innin egiga qo'shilib, gapning mavzusini ko'rsatar ekan va mustaqil ma'no anglatmaydi ekan. E'tibor ish harakatga yoki holatga qaratiladi. Unli bilan tugagan so'zga nin, undosh bilan tugagan so'zga in qo'shilar ekan. Bu grammatikamiz Koreyada ko'pchilik yaxshi tushunmaydi. Hechqisi yo'q. Buni koreys tilini o'rganish davomida tajribalaringiz oshib borgan sari qaysi holatda qanaqa ishlatilishini o'rganib olasizlar. Koreys tilida bu tushib qolsa ham uncha katta ahamiyatga ega emas, lekin grammatik xato bo'ladi. Ishlatganlaringiz to'g'ri. Misol uchun, chonin hakseng imnida. Men o'quvchiman. Bu mana egani ko'rsatib kelyapti. Ya'ni gapni mavzusi kim haqida ketyapti? Men haqimda ketgani uchun choninga, ya'ni menga qo'shildi. Cheyxyongin sonsengnim imnida. Mening akam ustoz, ya'ni o'qituvchi. Gap kim haqida ketyapti? Mening akam haqida ketyapti. Shuning uchun akamga in qo'shilgan. Oxirgisi undosh bo'lgani uchun. Xo'sh, keyingisi mana yana misollar bilan keltirilgan. Tepadagi gapni pastga tushirsak ham bo'ladi. Men degani cho, oxirgi harf unli bo'lgani uchun nin qo'shiladi. Chonin, hakseng o'quvchi, imnida qilsa man bo'ladi. Yoki cho degani men, oxiri unli bo'lgani uchun nin, olma, sagva unli bo'lgani uchun ril qo'shiladi. Chonin, sagva, ril, yemoq mokda bo'lardi.
rasmiy hurmat shaklida 먹습니다 yoki 저는 사과를 먹어요. Bu norasmiy hurmat shaklida ishlatilishi. Va yana qaysi holatda ishlatilar ekan? Ikki narsani taqqoslab solishtirganda ham innin ishlatilar ekan. Misol uchun yorimin, 더운데, yoz issiq, 겨울은 추워요. Demak, qish esa sovuq. Yoz bilan qishni bir-biri bilan solishtirguncha o'sha gapdagi egalaga yoz va qishga in qo'shimchasi qo'shilgan. yoki yana bitta misolimiz 나는 똑똑한데 동생은 멍청하다. Ya'ni men aqlliman, lekin degan ma'nosi bor. Mana bu inde grammatikasi, buni keyinchalik o'tamiz. Ukam esa ahmoq. Ya'ni bu yerda hazilomuz gap bo'lgan. Demak, men aqlliman, ukam esa ahmoq. O'zi va ukasini solishtiryapti. Gapdagi egalarga innin qo'shimchasi qo'shilgan. Demak, nimani tushunishimiz mumkin ekan? Innin gapni mavzusini ko'rsatar ekan, ma'no anglatmay ekan. Gapni mavzusi kim haqida ketayotgan bo'lsa, o'shalarga qo'shilar ekan odatda. Va yana ikkinchi holatda ishlatilishi nimanidir solishtirguncha, misol uchun yoz bilan qishni yo o'zi bilan ukasini solishtirganda ham ishlatilibdi. Demak, sizlar bilan bugungi birinchi mavzuyimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishib qolguncha xayr. Annyeong.